bolaning balog'atga yetmasdan dunyodan o'tishligi ota-onasi uchun zaxirai oxirat bo'ladi va shafoatchi bo'ladi. Uni Ibrohim alayhissalatu vassalom o'ynatib o'tiradilar to borguningizcha. Alloh taolo sizni imtihon qiladi-yu, sabr qilsangiz mukofot bermaydimi? Ibrohim alayhissalom atrofida yurgan bolalar Alloh jannatga kir desa yo'q derkan. Meni ota-onam kirmasa kirmayman derkan. Alloh taolo u imtihonni hammaga bermaydi-da, lekin bersa sabr qiling. Alloh taolodan umid qilaylik. Inshaalloh u farzandlar bu mukofotning, ya'ni imtihonning mukofoti o'laroq beriladi. Qiyomat kunida bu dunyoda